Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. 30 kilovatli verxniy garina ochiq sistemaga mo'ljallangan kotelimizni tayyorlanish jarayonlari. Hurmatli yurtdoshlar, 4 metr teploamenniga ega bo'ladi kotelimiz. Listlari polniy garajchi rossiyskiy listlarda bo'ladi. Kuchli. Kimga shunaqa kotellar kerak bo'lsa, ichki sistemalarni ham ko'rsatib o'tyapman. Bizda lazerda kesib kelganlarda hamma yo'g'i polniy ichki tuzilishi, ruchkalari hamma yo'g'i bir xil listda bo'ladi. Shunga ahamiyat berasizlar. Ba'zi odamlarga o'xshab ichi yupqaroq, tashqarisi qalinroq unaqa bo'lmaydi. Masalan, bunaqangi 3 eshikli qilib beramiz, taylarni vadimnoy qilib. Kotelimiz 20 kilovatli verxniy garina polniy xokani o'zida avtopechit qilib beradi, uyingizni isitishni. Hurmatli yurtdoshlar, ahamiyat berasizlar. Tezaydi o'zida ham gumbulat yo'qadi, 100%, %100 javob. Kotelimiz hozir 8 ta tayyorlanyapti Xorazm viloyati Xonqaga. Xohlasalar kommentga yozsalaring, ustaning o'zini nomerini ham berib qo'yaman. O'tgan safar ham ko'rgansizlar, Isuzu jo'natganmiz, u ham Xonqaga borgan. Ularimiz saylanmoqda. Mana 30 kilovatli edi. Utpitga tayyor holatlari. Hurmatli yurtdoshlar, kotellar 100% o'zimizda ishlab chiqariladi. Effektiga javob beramiz. Yo'limiz oddiy mana shu havo haydaydigan joy. Bu yerda hech qanaqa nagruzka bosim bo'lmaydi, suv ham yurmaydi. Bu yerda faqat havo yuradi. Shu joyigacha shunaqangi qalin listda bo'ladi. Zagotovkalarimiz. Ularimiz Sver brendi ostida ishlab chiqariladi. Tashqari bonkirli kotellardan ishlab chiqaramiz. Teploamennilarga ahamiyat berib qo'ysak, hurmatli yurtdoshlar, videomiz cho'zilib qoldi. Imkon qadar oladigan odamlarga to'liq xarakteristikasini berishga harakat qilamiz. Mana shu joyi garilgani o'rnida garilga vazifasini bajaradi hamda mana bu joylar suv bo'ladi. Mana shu joyda mana shunday bir tog'ora cho'q turgandan keyin cho'qdagi issiqlikni teploamen hisoblanadi. Birinchi bo'lib tez oladigan joyi bo'ladi. Undan qolganini keyin mana bu yerdan ikki qator turba terilgan. Bundan keyin bulardan chiqib ketadi. Mana zavodskiy retotli garilgalarda ham bor. Hurmatli yurtdoshlar, kotellarimiz nalichida bor hozircha. Bundan tashqari 15 kilovatli kotellarimiz, mana shu kotelimiz 7 million so'm, bu kotelimiz 8 million so'm 30 kilovatli. Qarang, teng ko'p ob'yomda olsa ham 1 million raznica qiladi. Sababi teng-tenga двойной расход qo'shib qo'ysak bo'ladi, unaqa qilmaymiz. 15 kilovatli, 30 kilovatli. 7 million dastavkasi bilan O'zbekiston bo'yicha, 8 million dastavkasi bilan O'zbekiston bo'yicha. O'sha kotelimizni utpit qilingan variantlari 8 million so'mdan O'zbekiston bo'yicha dastavka bo'ladi. 2 xonali uylarimiz uchun ham kotellarimiz bor. Boshqa kotelimiz 4,5 million so'm bo'ladi. Dastavkasini kelishamiz. Nijniy garina kotellarimiz ham bor. O'tda udda bu kotelimiz, faqat bitta aybi bor. Xokani o'zini yoqmaydi. Qolgan kuni liboyni yoqadi. Mana shu 350 kvadratli xonadon uchun narxi 11 million so'm O'zbekiston bo'yicha dastavka qilinadi. Ochiq yopiq sistemaga tushadi, hurmatli yurtdoshlar. Zakirti sistemaga ham tushadi, samoto'kka ham tushadi. 120 kvadratligi ham bor. 120 kvadratli nijniy garina ochiq yopiq sistemaga tushadi. Utpit qilingan variantga ko'ra 8 million so'mga dastavka bo'ladi. Turbali variantimiz kotelimiz mana kimga kerak bo'lsa, o'sha ko'p joyda ishlatishadi turbali variantini. Konsert bo'lmaydi, ko'mir umuman tanlanmaydi, verxniy garina utpit qilinmagan holati 7 million so'mga dastavka bo'ladi.